Nafis opa, bu ikkalasi bir xil tuzmi? Tarkibi bir xilmi bularni? Ha, bu bir xil tuz. Faqatgina bu yerda farq, bittasi preslangan tabletka ko'rinishida, bittasi esa shunchaki rasibnoy vidda qo'yilgan tuz. Nimaga unda suvni filtrlovchi sanoat korxonalariga tabletkalangan tuzni tavsiya qilamiz? Tabletkalangan tuz oddiy tuzga nisbatan 10 barobar qimmatroq. To'g'ri. Bu ularni aldayapmizmi biz? Yo'q, Ozod, biz ularni aldamayapmiz. Biz aksincha ularni to'g'ri yo'lga boshlayapmiz. Suvni filtrlashda hozir sizlarga aynan nima uchun tabletka tuzdan foydalanish kerakligini va nima uchun oddiy tuzdan foydalanish kerak emasligi haqida ma'lumot berib o'taman. Oddiy tuz mayda yoki yirik kristaldan iborat bo'lib, tarkibida qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Notekis eriydi, loyqa va cho'kma qoldiradi. Filtr bakida most hosil qiladi. Tabletka tuz esa 99% natriy xlordan iborat bo'lib, maxsus preslangan shaklda bo'ladi. Asosiysi sekin va bir xil eriydi. Qoldiq qoldirmaydi. Regeneratsiya uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Ozod, amaliy farq suvni filtrlashda oddiy tuzdan foydalansangiz smolla tez ishdan chiqadi. Bu tabletkadan foydalansangiz smolla tejaladi. Oddiy tuzdan foydalansangiz energiya sarfi oshadi. Bunda esa energiya sarfi nabarot kamayadi. Oddiy tuzdan foydalansangiz suvni filtrlashda qozonlaringizda ohak ko'p hosil bo'ladi. Bunda esa filtringiz barqaror ishlaydi, hech qanaqa ohak hosil bo'lmaydi. Eng asosiysi, Ozod, buni suvni filtrlashda ishlating. Buni esa men uyingizga olib keting yeyish uchun.